Hamma robotga biznes bot ochish yana qaytadan qo'shildi. YouTube va Instagramdan ko'rayotganlar uchun bot ссылкасы shu video описаниесida и profil biosida bo'ladi va Telegramga kirib hamma robot deb qidirsalar ham chiqadi. Botga kirgan vaqtingizda start bosasiz, kanalga a'zo bo'lasiz, yangilash tugmasini bosasiz, SMM xizmatlarini tanlaysiz va bot ochish tugmasini tanlaysiz. Bu yerdan biznes bot ochish tanlaysiz. Bot narxi 100 ming so'm, kunlik to'lov 2 ming so'm. Botni ochgan vaqtingizda 15 kun sizga bepul ishlab beradi. Xo'p, bot funksiyasi ko'p. Bot o'ziga kirib tanishtirib o'taman. Funksiyalar start sotish, gift olish, premium olish, raqam olish, bot ochish, SMM xizmatlari bor. Yana qo'shimcha funksiyalar ham bor. Eng asosiy ma'lumotlar. Botda qanday ishlash mumkin, qanday daromad qilish mumkin. Botni ochgan vaqtingizda sizga boshqa robot beriladi. Boshqa robotida sizga har bitta narsani API narxlari yozilgan. Ya'ni siz bizdan arzon narxda olasiz va boshqalarga ustiga foyda qo'yib sotasiz. Narxlar atrofdan ko'ra ancha arzon bo'ladi. Hamma robot narxidan ham 5% arzon beriladi. Misol uchun bir start 189 so'm berilgan bo'lsa, siz shuni 200 so'm yoki 250 so'm qilib sotsangiz bo'ladi. Gift bitta 15 starsli gift sizga 2700 so'mga beriladi. Siz buni xohlasa 3000 yo 3,5 ming qilib xuddi shunday qilib daromad qilasiz. Misol uchun sizga 1000 starsni 189 mingga bersa, siz botda buni 199 ming qilib o'zgartirib qo'ysangiz, botda savdo bo'lganda siz har 1000 starsni 10 mingdan foyda qilasiz. Boshqa hamma funksiyalar xuddi shunaqa ishlaydi. Bu yerda boshqa bot orqali narxlar ustiga foyda qo'yish tugmalari, majburiy kanal qo'shish funksiyalari hammasi boshqa robotga qo'shilgan. Admin panel. Botda o'ziga admin panel orqali siz bot doimiy ishlab buyurtmalarni bajarish uchun API hisobingizni to'ldirib turishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz kelgan buyurtmalarni bajarish uchun API'ngizda yetarli pul bo'lishi kerak. Xo'p. Kunlik to'lov. API hisobingizni to'ldirganingizda har bitta to'ldirgan summangizdan 6% bonus bo'lib qo'shiladi. Misol uchun API hisobingizni 1 millionga to'ldirsangiz, sizga 60 ming so'm bonus qo'shib beriladi. Ya'ni 1 million 60 ming so'm hisobingizga tushadi. Bu 60 ming so'mni siz kunlik to'lovingizga to'laysiz bo'ladi. Ya'ni o'sha har 1 millionda sizga 1 oy bot bepul bo'lib qoladi. Qo'shimcha funksiya olish qismi bor. Bu yerdan siz botingizga funksiyalarni sotib olsangiz bo'ladi. Bu yerdagi funksiyalar API hisobdan emas, bonus hisobingizdan sotib olinadi. Botni ochgan vaqtingizda sizda bo'lmaydigan funksiyalar, start sotish funksiyasi bo'lmaydi. NFT gift olish va usr olish funksiyalari bo'lmaydi va hisob to'ldirishda start orqali hisob to'ldirish funksiyasi bo'lmaydi. Bularda botni ochganingizdan keyin botingizni kuchaytirib, bonus hisobidan qo'shimcha funksiyalar orqali sotib olasiz. Xo'p, endi realniy holatga keltiramiz. Botni ochdingiz va bot siz qo'lingizda. Botni ochganingizda birinchi qiladigan ishingiz to'lovlar kanalini ulaysiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz majburiy kanal ulaysiz. Ya'ni obuna kanalingiz bo'lishi kerak, yangilik kanal. Uchinchi qiladigan ishingiz kartangizni ulaysiz. Foydalanuvchilar sizga to'lov qilish uchun. To'rtinchi qiladigan ishingiz API narxlari ustiga foyda qo'yib daromadga moslaysiz. Xo'p, keyingisi referral bonus qo'yasiz va xohlasangiz konkurs qilib botni o'zidan o'ziga ko'tarasiz bo'ladi. Xo'p, referral tizimi kuchli ishlangan, ya'ni bitta telefonda ko'p profil bo'lsa ham faqat bitta profilga bonus beriladigan qilingan. Buni hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi profilimdan kiryapman botga. Botda qo'shib so'ragan, kanalga qo'shib so'rovli kanal bo'lsa ham bo'ladi. Tekshirish. Kanallarga qo'shilib bo'lgandan keyin kelgan referral web tekshiruvdan o'tish kerak. Web tekshiruvdan o'tgandan keyin bonus beriladi. Xo'p, birinchi profil ro'yxatdan o'tdi. Mana birinchi profil uchun referral bonus berildi. Bir stars qo'shildi. Endi xuddi shu telefondan ikkinchi profilimga o'tib ko'raman.
ikkinchi profilimni ro'yxatga o'tib ko'ryapman bitta referal orqali. O'zi ro'yxatda o'tkazmaydi, referal taklif qilgan odamga ham bonus bermaydi. Ya'ni referal tizimi zo'r ishlangan, konkurs tizimi ham, bonus berish tizimi ham shunaqa ishlangan. Bitta telefonda 100 ta profil bo'lsa ham faqat bitta profilga bonus beriladi. Ya'ni buni o'ylangan sababi botni ochganingizdan keyin botni ko'tarish uchun sizga referal tizim ancha foyda beradi. Referal tizimi ishga tushirib, stars bonus berib yoki konkurslar qilib, hech qanaqa nakrutkasiz real jonli odamlar yig'ib olsanglar bo'ladi. Har xil kanallarga million-millionga reklama tashlamasa, o'zinglar botlar orqali botni o'zidan ko'tarib olsanglar bo'ladi. Mana shu yerga xabar kelgan, do'stingiz referal tekshiruvdan o'tmadi degan. Referal bonus berilmadi. Bir stars. Qo'shimcha bot ochish funksiyasiga o'zida bor kodlarni qo'shtirsiz bo'ladi va 100% xavfsizlik ta'minlanadi. Siz bizga bergan kodingiz hech kimga tarqalmaydi, hech qaysi botga ham qo'yilmaydi, faqat sizning botingizda bo'ladi. Xo'p, xavfsizlik qanday ishlangan? Xavfsizlik admin panel faqat sizning profilingizda ko'rinadi va sizning ID profilingiz ID'si bo'langan, faqat sizning profilingiz orqali bossagina ishlaydi xolos. Xo'p, boshqaruv boti xavfsizligi. Boshqaruv botiga start bosganingizda adminlik tasdiqlash so'raydi va faqat sizning profilingizga ishlaydi. Sizning profilingiz ID raqami kiritilgan. Boshqaruv botni ishlatib olib, panel yopish qilib qo'yganingizdan keyin bu bot boshqa hech kimga ochilmaydi. Misol uchun boshqa admin emas profilni sinab ko'ramiz. Start bosilganda o'sha sizga ruxsat yo'q degan xabar chiqadi va boshqa hech kimga ochilmaydi. Xavfsizlik juda ham zo'r ishlangan. Qo'shimcha ma'lumotlarni botni o'ziga kirib ko'rsanglar bo'ladi va yana support profiliga yozsanglar qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Adminlarimiz tomonidan qo'shimcha funksiyalar qo'shib beriladi. O'zlarda funksiya bo'lsa, katta funksiyalar bo'lsa pulli qo'shib beramiz. Oddiy funksiyalar, tayyor funksiyalar bo'lsa bepulga tezda qo'shib beramiz. Xullas, biznes bot 100% zo'r ishlaydi. Hamma robot bo'langan. Videoda ko'rgan bo'lsangiz, hoziroq biznes botingizni oching. Biznesga yo'l qo'ying, qo'shimcha daromad qiling. Bot 24 ta avtorejim ishlaydi. Hatto hamma robot offline holatda ham, siz botingiz offline bo'lmaydi, doimiy ishlab beradi. Ba'zilar 100% to'ldirilgan, hamma savdosiga botni hammasiga 100% javob beramiz.